Assalomu alaykum elparvar JM Avtokredit obunachilarimiz, bizani YouTube'dan, Instagram'dan, TikTok'dan kuzatib boruvchi yor birodarlarimiz sog' salomatmisizlar? Ro'za ayyomlarda qiynalmayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Oilanglar tinchmi? Bu videoni qilishdan maqsad avtokredit haqida edi. Avtokredit haqida deganim nimasi? Hozir gapim oxirida tushunib olasizlar. Misol tariqasida avtokreditga mashina olib, nomingizga olib, yarim yil, kimdir 5 oy, kimdir 6 oy, kimdir 7 oy, kimdir 1 yil, kimdir 1,5 yil. 1,5 yildan uyog'ini ko'rmadim, chunki o'zimizga ham kelayotgani uzoq 1,5 yilgacha to'langan. To'lab, keyin to'lolmay qolib, misol sharoit bo'lmay, misol yo fikri o'zgarib qolib, bankka olib borib mashina topshiraman desa, bank misol uchun palon million qarz qilib qo'yyapti. O'sha haqida gap. Agar o'zingizlar avtokreditga olib, to'lolmay, misol uchun sharoitingizda bo'lmagan holatda mashinani qaytarib beraman desanglar, shunaqa imkoniyat yaratdiki, biza olib kelsanglar, nomingizda turgan holatda video syomkalar qilib olamiz, video syomkalar qilib, sizlar uchun oyma-oy yopib beramiz. Bizaga o'sha biza haydaydigan odamga faqat dovernisini bersanglar bo'ldi. Bu birinchi varianti. Ikkinchi varianti, yo'q aka, kreditga olganman, yana kreditga narsa olishim kerak. Nomimdan chiqarib tashlaylar kreditni deydigan bo'lsanglar, misol tariqasida grafiklarni olib kelsanglar, grafiklar bilan olingan summa bilan, tan narxi bilan grafikdagi summani ko'ramiz. Mashina holatini ko'rgan holatda mashina o'sha narsaga to'g'ri keladigan bo'lsa, mashinani shu joyda sotib, banklarni yopib berishga ham o'zimizning hissamizdan qo'shamiz. Xullas, men aytmoqchi, avtokreditga olib, qiynalib, mashinani qaytarib bera olmay, nimadir qilib yurgan do'stlarimiz bo'lsa, videoni jo'natib qo'ysanglar, o'sha odamlarga o'zingizdan elparvarga olib kelsanglar, любой bankka bo'ladimi mashinani, misol uchun nechpil taqiq bo'lgan taqdirda olib kelsanglar, grafiklarni ko'rgan holatda, любой avtokreditga olingan mashinani, JMdagi любой avtokreditga olingan mashinani olib qolamiz. Bu videoni imkon qadar o'zingizlarni mana shu avtokreditga olib, qiynalib to'lolmayotgan yor birodar do'stinglarga jo'natsanglar, videoni ko'rishsa, bizani qo'limizdan kelgancha foydamiz tegsagina xursand bo'lamiz. O'zingizlarni asranglar, sog' salomat bo'linglar, Xudo xolasa yaxshilikda ko'rish nasib qilsin. Elparvar JM avtokreditimizni manzili Toshkent shahar Sergeli mashina bozoriga 200 metr yetmasdan chap qo'lda metan zapravkani chiqarishida. Opisaniyada nomerlarimiz bor. Bemalol nomerlarimizga aloqaga chiqib, o'zingizlarning eski mashinanglarni olib kelib, naqdga misol uchun bo'ladi, Matiz, Tico, Nexia 1, Nexia 2, Lacetti, misol JMda ishlab chiqarilgan nima mashinalar bor? Damas, o'shanaqa mashinalarni olib kelib, 2018-yildan tepa bo'lgan avtokreditga beriladigan mashinalarni alishtirib ketish imkoniyatiga ham egasizlar, yo bo'lmasam sotib ketish imkoniyatiga ham egasizlar. Sotib ketsanglar, olib ham qolaveramiz. Faqatgina ko'p e'tibor beryapman, trading xizmati deb gapirganimizdan keyin elparvar ozgina qimmatroq olib qolar ekan degan maqsadda olib kelishyapti. Vaholanki baraka topib ko'r. Bizda shunaqa narsaki, bozor narxida, misol uchun mashina mulkingiz bozorda 2010-yil, misol uchun 2010-yil Nexia bo'lgan bo'lsa, bozorda 4000 dollar ketsa, o'sha bozor narxida hisoblab qolamiz. Bir xillik kelyapti, sizlar elparvar 4 million narsasini aka 6,5 mingga oling, men 7 mingga olgan edim, 500 dollar zarar. Baraka topib ko'rsa, 2 yil oldin olib, 2 yil foydalandingda bu narsadan. Foydalanib, endi sotasan. Hozirgi narxda bozor narxi 4000 dollar desa, bizda xafa bo'lishyapti. Men aytmoqchi bo'lganim, любой eski mashinanglarni olib qolamiz, faqatgina bozor narxida. Bu birinchi masalamiz. Ikkinchi masalamiz, avtokreditga olingan любой mashinanglarni to'lolmayotgan bo'lsanglar, olib kelsanglar, mashinani tepasida turgan holatda olgan odam bilan birgalikda, mana men o'zim grafikini ko'rib, cho'k-chimu nimaligini bilgan holatda avtokreditga olingan mashinanglarni ham masalasini yechib berishga qo'limizdan kelgancha qilib beramiz. Bu videoni imkon qadar eski mashinasi borlar va avtokreditga mashina olib to'lolmayotganlarga yuborib qo'ysanglar, sizlar ham o'zingizlarning hissanglarni qo'shgan bo'lasizlar. O'zingizlarni asranglar, bizani kuzatishda davom etinglar.